Xo'sh, Cristiano, men sizdan faqat ha yoki yo'q deyishingizni so'rayman. Keyin men siz aldayapsizmi yoki to'g'risini aytyapsizmi tekshiraman. Faqatgina bitta so'z ayting. Men faqat to'g'risini aytishim kerakmi yoki aldasam ham bo'ladimi? Siz to'g'risini aytishingiz kerak. Boshladik. Sizning ismingiz Cristiano Ronaldo dos Santosmi? Ha. Boshlanishi yomon emas. Mayli. Siz xavotir olasizmi? Hozirmi? Yo'q. Siz yoqtirgan raqamingiz 7 mi? Ha. Siz detektorni aldamoqchimisiz? Yo'q, aldamoqchisiz. O'zingizni Google'da qaraganmisiz? Juda ham ko'p marta. Dunyodagi eng ko'p gol urgan odam sizmisiz? Ha. Qancha gol? 835 ta. Bu videoga olinganlar. Faqatgina videoga olinganlar. Ha, shunaqa. Siz hayotingizda fidab yeganmisiz? Juda ham ko'p marta. Portugaliya jahon chempionatini yuta oladimi? Albatta. Yolg'on o'ylayotganmanmi? Bunisi juda ham muhim. Siz o'zingizni gollaringizda ko'rasizmi? Ha. Sizning Juventusga qarshi golingiz eng zo'r golingizmi? Ha. Unda qaysi golingiz sizningcha eng zo'r? Chunki detektor aldamaydi. Yo'q, menimcha shu gol. Bu mening eng qiyin golim edi. Ha. Lekin eng chiroyli. Premier Liga dunyodagi eng qiyin ligami? Ha. Uxlayotganingizda xo'rlaysizmi? O'zi yo'q, lekin bir xilida ha. Menga faqatgina bitta so'z kerak. Yo'q. Sir Alex Ferguson dunyodagi eng zo'r murabbiymi? Bu g'alati savol. Nimada zo'r demoqchisiz? Chunki men ko'p murabbiylar bilan ishlaganman va ko'plari bilan kuboklar yutganman. Hammasi o'zgacha zo'r. Men uni eng zo'rlardan biri desam bo'ladi. Juda ham ajoyib javob. Bu rostakam javob. Siz NFT'larni sotib olganmisiz? Ha. Kelajakda siz ko'proq NFT'lar sotmoqchimisiz? Albatta. Siz eng tepa darajada o'zingizni 40 yoshingizda ham o'yna olasizmi? Faqatgina bitta so'z. Ha. Kimdir sizning eng yaxshi to'p urar rekordingizdan o'tib keta oladimi? Sizning hayotingiz davomida? Yo'q. To'g'ri javob. Siz barcha davrlarning eng buyuk to'p urarmisiz? Albatta. Bu eng muhimi. Siz 5 ta Chempionlar Ligasi kubokini Jahon chempionatiga almasharmidingiz? Do'stlar, sizlarga bu video yoqdi degan umiddaman. Agar sizga bu video yoqgan bo'lsa, iltimos like bosing va obuna bo'ling. Shu devorda ko'rinayotgan 3 ta o'yinchini komment